Sahobalar roziyallohu anhumlar mana shunday bir-birlarini qutlashardi. Solih amallarimizni qabul qilsin. Amal solih endi qabul qilishi bor. Ramazondagi hamma amalni qarasangiz, hammasi solih amallar. Solih amal nima desa, Alloh azza va jalla rozi bo'ladigan amal. Bir banda bir amalni bajaradi, undan Alloh rozi bo'ladi. O'sha amal solih amal. Namoz Alloh rozi bo'ladigan amal, o'shaning uchun solih amal bu. Roza Alloh buyurdi, o'shaning uchun solih amal. Haj Alloh buyurdi qodir bo'lganlarga, o'shaning uchun solih amal. Mo'minlar bir-biriga tabassum qilishi, hammasi solih. Sadoqatlar berishi, bu ham solih. Zakotlar tarqatilishi, bular ham qo'yingki Alloh roziman, shuni bajaring deb aytdimi, hamma solih amallar. Shuni bajardi mo'min, tavfiqini Alloh nasib qildi, endi qabul qilgin deb bir-birlarini ana shunday da'vat ham qilib qo'yishardi. Ya'ni Allohim qabul qilsin deb bir-birlarini o'sha eslatmaga chaqirib qo'yishardi. Alloh bizdan ham qabul qilsin.